Assalomu alaykum. Ushbu videoda kimyo fanidan asosiy olimpiadaning viloyat bosqichida 11-sinflarga tushgan yozma hisobotlar bilan tanishib chiqamiz. Birinchi masala: A yerda kam uchrovchi siyrak element bo'lib, 8 ta barqaror izotopga ega. Uning bir izotopi quyidagi yadro reaksiyasi orqali sintez qilinishi mumkin. Shunisi ma'lumki, 14,4 gram plutoniy izotopidan 684 gram A hosil bo'ladi. Reaksiyada qatnashgan protonlarning alfa zarrachilariga mol nisbati 1,3 ga teng. A va B elementlarini aniqlang deyapti. Demak, biz aynan mana shu berilgan ma'lumotdan A ning atom massasini topa olamiz. Buning uchun proporsiyadan foydalanamiz. Demak, masala sharti bo'yicha 14,4 gram plutoniydan chiqyapti 684 gram A. Bizda plutoniyni atom massasi bor 239. Shuncha gram plutoniydan qancha A chiqadi desam, bu menda 114 kelib chiqadi. Va bu narsa A elementining atom massasi hisoblanadi. Ya'ni mana bu Y ni topib oldik. Mana shu narsa 114 ekan. Mana endi Y ni topib olgan bo'lsak, Y plus 3 ni ham bilamiz. Bu 114 ga teng. Massa balans qilaman. Massani tenglashtiraman. 239 kirishyapti. N massa bilan bundan chiqyapti bitta 114 va bitta 117. Yana qo'shimchasiga 4m. Bundan kelib chiqadiki n plus 8 teng m ga, ya'ni 4m ga. Va agar n taqsim m 1,3 bo'lsa, unda xo'p, mana shu joyga qo'yib hisoblasak, n bizda 4 chiqadi, m teng 3 chiqadi. Haqiqatan ham 4 ga 8 ni qo'shsak, 4 ta 3 ga teng bo'ladi. Xo'p, va shu bilan birga endi x ni aniqlash uchun biz zaryad balansidan foydalanishimiz mumkin. Bu qilganimiz massa balans edi. Massa balans. Zaryad balans qanday qilinadi? Zaryadlarni chiqaman. 94 bilan 4 kirishyapti. Bundan chiqyapti x va yana x plus 4. Ya minus 4 ekani. Minus 4 va 6. Mana bu qilganimiz zaryad balansi bo'ldi. Xo'p, bundan kelib chiqadiki x bizda 48 ekan. X 48 bo'lsa, unda bu A elementining tartib raqami. 48-element bu kadmiy. X minus 4, ya'ni 44 bu ruteniyga mos keladi. Mana A va B larni topdik. Bu birinchi savolga javob edi. A ning Y izotopi ancha barqaror hisoblangani bois tabiiy izotoplar aralashmasida eng ko'p uchraydi. Uning bu aralashmadagi mol ulushi 29% va massa ulushi esa 29,383% ni tashkil qiladi. Tabiiy A elementining o'rtacha nisbiy atom massasini hisoblang deyapti. Xo'p, demak 29% ni tashkil qilar ekan mol ulushi. Agar men o'sha tabiiy A dan 1 mol oladigan bo'lsam, uning tarkibida 0,29 mol Y izotop bo'ladi. Ya'ni kadmiy 114. Xo'p. Shunda uning massasi 114 ko'paytirilgan 0,29 gram bo'ladi. Bu massa umumiy massani 29,383 qismini tashkil qilsa, unda o'rtacha nisbiy atom massasi mana shudan kelib chiqadi. Va bu
112,514 ya'ni am bo'ladi. Mana ikkinchi savolga ham javob topdik. Xo'p, tabiiy A 7 ta izotopdan iborat, sababi uning Y+1 izotopi juda beqaror. Ya'ni o'zi Y+1 degani bu 115 ekan. Quyidagi diagrammada Y+1 izotopi mol ulushini vaqt, ya'ni soat bo'yicha o'zgarishi ko'rsatilgan ekan. Bu demak mol ulushi. Dastlab 1 bo'lgan ekan. Keyin mana shu mol ulushi kamayib ketgan. Agar ushbu izotopning yemirilishi birinchi tartibli reaksiyaga mos kelsa, tezlik konstantasini va yarim yemirilish davrini hisoblang deyapti. Nuqta bilan belgilangan koordinatalardan foydalaning. Izoh birinchi tartibli reaksiya uchun kinetik nima? Quyidagicha. Bu yerda N0 dastlabki miqdor, N t vaqt o'tgandagi miqdor, K tezlik konstantasi. Bizdan aynan mana shu tezlik konstantasini va yarim yemirilish davrini hisoblang deyapti. Xo'p, o'zimiz uchun demak sonni belgilab olaylik. Masalan, shu yerda eng mos keladigan nuqta mana bu 40 soat o'tgandan keyin 60% gacha kamaygan ekan. Bunda aniq turibdi, boshqalardan qochgan. Mana shundan foydalanib topsak bo'ladi. Ya'ni t teng 40 soat bo'lganda endi A0 bizda 1, A ni o'zi esa 0.6. Xo'p, bundan kan topish mumkin. ln 1/0.6 teng 40 ko'paytirish k. Kan topadigan bo'lsak, bu bizda 1,277 (-2) 1/2 soat kelib chiqadi. Xo'p, yarim yemirilish davrini ham top deyapti. Yarim yemirilish davrini topish uchun mana shu formulaga yuzlanamiz yana. ln A0 taqsim A teng k ko'paytirish t. Yarim yemirilish degani bu A ni miqdori A0 ni 1/2 qismiga tenglash degani. Agar mana shuni keltirib mana bu yerga qo'ysak, ln 2 kelib chiqadi chap tomonda. O'ng tomonda esa aynan mana shu yarmigacha kamayish uchun kerak bo'ladigan vaqt t 1/2 bo'ladi. Demak, men t 1/2 ni topishim uchun yana buni katta qilib yozdim. Bu sababi kattalik bo'lganligi uchun katta qilib yozdim. Shu ln 2 ni bo'laman k ga. ln 2 menda 0.693 bo'laman 1,277 (-2) ga. Bu menda 54,267 soat kelib chiqadi. Har 54,3 soatda shumodan yarmisi parchalanar ekan. K ni topdik. T 1/2 ni ham topdik. Mana shu 3-punktga javob bo'ladi. Xullas, bu masalani boshdan oyoq yechib chiqdik. Mana endi keyingi masalaga o'tsak bo'ladi. Ikkinchi masala. Quyida G moddaning olinish sxemasi keltirilgan. Xo'p, mana shu sxema ekan demak. Etanolga xlor qo'shilyapti, keyin yana etanol H xlorli muhitda. Xo'p, keyin natriy amid. Bundan C chiqyapti, 3 ta natriy amid ekan. Amyakli muhitda. C ni o'zi 2 ta yo'nalish bo'yicha ketyapti. Suv qo'shilyapti, bundan H chiqyapti. Ya'ni katta ehtimollik bilan gidroliz bo'lgan. H ni o'ziga demak kislotali muhitda, ya'ni bor torishli muhitda aldegid qo'shilyapti, I modda.
va bundan chiqyapti. Chiqqan moddani ishqoriy muhitda, demak, gidrolizlayapti. Katta ehtimollik bilan gidrolizlanish reaksiyasi. C dan D ga o'tishda, demak, yana shu aldegid qo'shyapti. Undan keyin NH4 xlor. Xo'p, bu NH4 xlor, bu ham shu katta ehtimollik bilan kislotali muhitni ta'minlab beradi, ya'ni gidroliz qiladi. Undan keyin D qo'shilyapti bariy sulfatli palladiy bilan. Va bundan F chiqyapti. Oxir oqibat oksidlab F modda olinyapti xrom O3 bilan. H modda smobik sulfatning kislotali eritmasi bilan ta'sirlashib, faqat CHO elementlardan iborat molekulyar massasi 88 bo'lgan K moddani hosil qiladi deyapti. I modda olinishida K modda oraliq modda sifatida hosil bo'ladi. E ning formulasi C11H14O2. H va K moddalarining brutto formulalarini va H moddaning ochiq zanjirli barcha izomerlarini keltiring. Geometrik va optik izomerlarni hamda noturg'un, ya'ni beqaror formalarini hisobga olmang deyapti. Demak, H modda smobik sulfat bilan reaksiya kirishadi, demak u alkin ekan. Endi alkinni suv bilan reaksiya kirishidan albatta nima chiqadi? Keton chiqadi. Endi 88 molarli bo'lgan barcha moddalarni, ya'ni brutto formulalarni mumkin bo'lganlarini yozib chiqsak. Xo'p, avvalambor bu bo'lishi mumkin C5H12O. Xo'p, yoki O2 qilsam, C4 qilsam H8 bo'lishi mumkin. Yoki O3 qilsam, C3 qilsam H yana 4 ga kelmaydi, H4 bo'ladi. Mana shular. Va E moddani formulasi berilgan C11. E moddada C11. Endi bu E modda alken bu. Mana bu D modda esa alkin. Bu alkin, chunki mana bu katalizatorni zaharlangan katalizator deyiladi. Bu bilan faqat alkingacha qaytariladi. Va mana bu modda NH4 xlor endi gidroliz qiladi. Demak, mana bu yerdagi 7 ta uglerod C ga birikib 4 dan 4 E gacha kelyapti. Agar E 11 bo'lsa, demak C moddani tarkibida 4 ta nimasi bor? Uglerodi bor. Va agar u 4 ta uglerodi bo'ladigan bo'lsa, H modda ta'sirlashib nima bo'ladi? Demak, bizda umuman olganda ya'ni K modda uchun C4H8O2 ga mos keladi. Chunki u H dan chiqyapti-da o'zi. Xo'p, mana endi mana shunga nima qiladigan, mos keladigan barcha narsani yozish kerak. Yo'q, bunga emas. Bu K, bu H ga yozish kerak. Endi bundan agar bitta suvni ayiradigan bo'lsam, C4H6O chiqadi. Chunki mana bu moddada to'yinmaganlik darajasi nechaga? 1 ga teng, bitta qo'shbog' bor. Bu degani bitta qo'shbog' bo'lsa, o'sha bitta keton bo'ladi. Bitta keton bo'lgan bo'ladi. Men ikkita kislotani ayira olmayman. Bitta kislotani ayirib bilaman. Chunki bitta qo'shbog' u bitta keton deganda. Mana bu H moddani strukturasi bo'ladi. Mana endi mana shunga mos keladigan barcha narsani chizib chiqish kerak. Xo'p, avvalambor men bu moddada ikkita qo'shbog' bor. Ikkita qo'shbog' degani bu yoki
alohida bo'lishi mumkin yoki ikkita pi bog' ma'nosida bitta 3 bog' ham bo'lishi mumkin. Men shularning hammasini yozib chiqsam, o'ylaymanki boshqa qolmadi. Ochiq zanjirlar hammasini yozib chiqdik. Bular hashlar uchun edi. Mana endi ikkinchi savol, barcha modlarni topib chiqish kerak. Demak, mana bu sxemaga qaraydigan bo'lsak, avvalambor so'mik sulfat bilan ta'sirlashadi. Demak, u alkin, H modda alkinli qismi bor, 3 borli qismi. Va dastlabki modda etanol bizda, to'g'rimi? Shu etanolga xlor qo'shilib, keyin yana etanol qo'shilyapti kislotali sharoitda. Bu degani H moddada aynan mana shu etanoldagi etil qismi ham bo'lishi kerak. Ham etil qismi, ham uch bog'li qismi bor narsa bu yerda. Aynan mana bu oxirgi yozgan narsamiz. Shu H ga mos keladi. Mana endi xo'p, hamma narsani mana shunga moslab yozaveramiz. Etanolga xlor qo'shilsa, bundan demak A modda chiqadi. Va etanol albatta to'yingan modda, lekin C moddada to'yinmaganlik darajasi 2 ga teng. Demak, 2 marta oksillanib ketgan bo'lishi kerak. 2 darajali oksillanadi. Xo'p, birinchi marta mana bu xlor mana shu narsani aldegidgacha oksillaydi desam, undan keyin bu aldegid qismi o'zgarmay turishi kerak-ku. Ikkinchi xlorni biriktiraman. Mana shunday qilib. Bu A bo'ladi. Va bunga etanol qo'shganimda kislotali muhitda. Endi aldegidlarni spirtlar bilan reaksiyasi bor. Bu asetallar hosil bo'ladi. Himoya guruhi hisoblanadi. B hosil bo'ladi. Endi mana shu B ga
qo'shishim kerak natriy amidni. Bundan C chiqadi. Endi bizda allaqachon H ni formulasi bor. Nima chiqishi? Ya'ni C3 bog' CO etil. Faqat H dan farqi shundaki, bu yerda natriy ham bo'ladi. Mana bu C modda va keyin bu suv bilan ishlanganda mana shu natriy chiqib ketib HC3 bog' 3 bog' so'rib emas O etil chiqadi. Natriy amid qanday qilib mana buni hosil qildi? Avvalambor mana bu yerdagi H xlor chiqib ketdi, bitta qo'sh bog' paydo bo'ldi va HO etil ham chiqib ketdi-yu, 3 bog' paydo bo'ldi. Chiqqan alkinga yana bitta natriy amid kelib qo'shiladi. Umumiy 3 ta natriy amid ketadi. Shuni hisobiga demak o'sha 3 bog'li narsa chiqadi. Va bu H modda. Buni allaqachon yozdik. Keyin H modda sxemada yo'q, lekin K moddani hosil qilib keyin I ga aylanadi. Biz mana shu K ni ham kiritib ketamiz, chunki hamma moddani topish kerak. Endi K modda C4 H8 O2. Bunga bitta suv qo'shilsa chiqadi ekan. Agar men shunga bitta suv qo'shsam, HOH qo'shsam, mana bu hop -1, bu +1. Kislorod bunga boradi, vodorod bunga boradi. Endi oraliq modda sifatida mana bu narsa chiqadi. O etil. Lekin bu noturg'un, xuddi vinil spirtidagi noturg'un. Mana bunga aylanib ketadi. Mana shunaqa efir chiqdi. Bu demak, hop, K modda desam C4H8O2. Ana undan keyin bunga kislotli muhitda benzaldegid qo'shilyapti. Hop, bu endi kondensatlanish reaksiyasi. C desam COO etil. Bu I modda. Ana undan keyin I modda demak gidroliz qilinyapti. Gidroliz qilinsa, undan transizamer chiqadi. COH fenil. Demak, C modda bizda kim edi? C modda mana bu natriy alkinni natriyli birikmasi. O etil. Bu C modda ekan demak. Endi mana shu C moddaga qo'shilyapti benzaldegid. Fenil CHO. Xo'p. Bu yerda nima reaksiya bo'ladi? Bu yerda mana shu fenildagi CO bog'i uziladi-yu, mana bu natriy kelib birikadi. Va ammoniy xlorid endi dastlabki oraliq modda sifatida mana bu chiqadi. O natriy 3 bog' O etil va bu agar ammoniy xlorid bilan ishlansa, mana shu natriysi ketadi. OH 3 bog' O etil. Bu bizda D modda. Keyin mana shu D modda qaytarilsa vodorod bilan pallaziy barisulfat bilan bundan mana shuni alkenli narsasi chiqadi, faqat cis izomer chiqadi. O etil. Hop. OH fenil.
Bu modda ham optik izomer aksiya modda ekan. Keyin bunga oxirgi nimada H-xlor qo'shilyapti. H-xlor yana shu gidrolizlovchi narsa. Buni gidrolizlangan bitta dona qismi bor. Bu ham bo'lsa mana shu O etilli qismi. Agar bu O etil bo'lib OH ga aylansa, H-xlor bilan, unda bu fenil OH mana shunga aylanadi. Ya'ni vinil spirtida qayta guruhlanish bo'ladi. F modda desam, keyin bu narsa oksillanyapti. Xromo 3 H2SO4 bilan. Bu aralashma shunaqa aralashmaki, spirtli gruppani okso birikmagacha qaytaradi. Fenil mana shu narsa chiqadi. Bu bizda G modda. Shunday qilib barcha moddalarni strukturalarini topdik. Mana endi keyingi masalaga o'tsak bo'ladi. 3-masala. Tarkibida 44,2 gram A modda, ya'ni azot tutgan aromatik modda erigan muzdek sirka kislota eritmasiga 102,27 gram bromli eritma qo'shildi va muallaq temperaturada aralashtirildi. Natijada 90,5 gram sarg'ish yashil prizmasimon B modda cho'kmaga tushdi. Demak, bromli suv qo'shganda cho'kmaga tushibdi modda. Aromatik moddaga endi brom qo'shilsa, brom aromatik halqaga keladi. Xo'p, va B ning 21,1 gram natriy nitrit va konsentrlangan H2SO4 bilan reaksiyasidan C oraliq modda hosil bo'ldi. Reaksiyadan ajratib olmasdan C moddaga 52,66 gram mis piramid qo'shilganda, tutgan eritma qo'shilganda D modda cho'kmaga tushdi. D moddaning ajratib olinganidan so'ng uning massasi 85,88 gramni tashkil qildi. Xo'p, demak, natriy nitrit qo'shilyapti suv vasitasi bilan. Bu uni aromatik amin ekanligini, ya'ni anilin qatori ekanligini bildiradi. Mis piramid qo'shilsa, o'sha amino gruppalik joyiga brom keladi. Ya'ni D modda o'sha bromli hosila. Bundagi bromlar birinchi navbatda bromli suvdan kelgan, ikkinchi navbatda mis piramiddan kelgan. Xo'p, D modda ajratib olingandan so'ng uni massasi 85,88 gramni tashkil qildi. Olingan D moddaning 3dan 1 qismi mana shunga e'tibor qilish kerak. Avval natriy ditsianid bilan, so'ngra konsentrlangan H-xlor bilan ishlanganda E moddaning rangsiz kristallari cho'kmaga tushdi. Bu cho'kmani kerakli qayta ishlashdan so'ng 17,58 gram E modda olindi. E moddani avval natriy nitrit bilan suyultirilgan suv eritmasi, keyin mis oksidning etanoldagi suspenziyasi bilan ishlangandan so'ng kutilgan X modda olindi deyapti. Demak, mana bu E moddani o'zi ham amin, ya'ni anilin qatori narsa bo'lgan. Natriy ditsianid nitro birikmalarni qaytarishda ishlatiladi va bundan o'sha NO2 narsa NH2 ga aylanib ketadi. Undan keyin xlor kislota qo'shsa, uni tuzi chiqadi. Ya'ni E- modda, mana bu tutuq belgisi qo'ygan o'sha E- modda, u qanaqadir anilinni hosilasini tuzi, H-xlorli tuzi ekanligi aniq endi. Xo'p, xullas, birinchi savolda aytyapti. Avvalgi ikki reaksiyalar stoichiometrik miqdorda olingan deb hisoblab,
A moddaning brutto formulasini hisoblab toping va masala shartiga mos keladigan 3 ta strukturani chizing deyapti. Birinchi ikkita reaksiya degani bu birinchi bromli suv bilan reaksiyasi. Mana bu reaksiya, birinchi reaksiya. Ikkinchisi esa mana shu B ni C bilan reaksiya kirishib, avvalambor natriy nitrit bilan reaksiya kirishib, undan keyin D hosil qilgani. Mana shu narsa ikkita bosqich. Ikkinchi reaksiya, lekin ikkita reaksiya, lekin bitta day ko'riladi. Chunki ketma-ket sodir bo'lyapti-da bu. Xullas, mana shu ikkita narsani unumlari 100% deb qabul qilish kerak. Hamma modeli stoiximetrik. 90,5 gram sarg'ish yashil prizmasimon narsa tushibdi. Xo'p. 21,1 gram natriy NO2 degan. Bunda aytilyaptiki, reaksiyalar stoiximetrik nisbatda olingan deb, ya'ni 102,27 gram bromli suv va 21,1 gram mana bariy natriy nitrit bir-biriga o'sha stoiximetrik nisbatda ekan. Demak, men o'sha bromni almashadigan sonini A modda bilan bromni reaksiyasida endi brom ketadi desam, menda endi masala sharti bo'yicha 44,2 gram A bilan kirishadi. 27 gram B brom 2. 160 N bilan esa qancha kirishadi desam, X. Bu menda 69,06 N kelib chiqadi. Endi N 1 ga teng bo'lgan narsa yo'q. Bunaqa aromatik narsaning o'zi yo'q. N 2 ga teng bo'lsa, unda maylar massasi 138,12 ga teng bo'ladi. Xo'p. B moddaning formulasi esa B bu qanchadir natriy NO2 bilan kirishib ketyapti. Yana kislotali muhitda. Bundan C chiqyapti. Xo'p. Va endi molyar massa B nikini biz ifodalay olamiz. Topib bilamiz, ya'ni shu 138,12 ga ikkita vodorod chiqib ketyapti. 2 ko'paytirish 1. Va qo'shilyapti uni o'rniga 79,9 ko'paytirish 2. Va bundan chiqadi 295,92. Mana bu reaksiya bo'yicha esa natriy NO2 dan M ta kirishdi desam, M ta kirishdi. Xo'p, menda endi masala sharti bo'yicha 90,5 gram bilan 21,1 gram kirishyapti. Va 295,92 gram bilan esa 69 M kirishadi. Bu yerda M menga 1 kelib chiqadi. Mana. Ya'ni bitta amino gruppasi bor ekan. Xo'p. Endi 138 bo'ladigan bo'lsa, bitta benzol halqasini yozaman. Unga bitta amino gruppani yozaman. Ikkita vodorodi bo'sh qolishi kerak. Va qolgan narsalarni masalan topaman. Bu uchun men shu 138,12 dan ayiraman 72 uglerlarni, ayiraman bitta 16 ni, ayiraman bitta 2 ni. Bu menda 48 kelib chiqadi. Endi 48,12 48 deb yozaveraman. Xo'p, 48 li narsa 3 ta narsada bo'lishi kerak. Endi men
yana bitta vodorod desam, unda buni o'ziga 46 qoladi. 46 li narsa bor, bu nitrogruppa. Nitrogruppaga men moslashtirib aytdim gapimni, chunki nitrogruppa ekanligi mana bu yerda aytdik. Natriy ditionat bilan oksidlanishdan o'sha ma'lum bo'lib qoldi. Ya'ni demoda nitrogruppa bor. O'sha nitrogruppa dastlabki moddada kelgan. NO2 ekan. Va biza amodan brutto formulasini topishimiz kerak. Bu C6 H6 N2O2 bo'ladi A modda va unga mos keladigan 3 ta struktura. Mana shu narsani 3 xil izomeri bo'ladi. Ya'ni orto, para, meta. Mana shu 3 xil izomer. Ikkinchi savol. X modda simmetriya o'qiga ega va 3 elementdan iboratligini hisobga olib, barcha moddalarni strukturasini chizing deyapti. Va X moddada simmetriya bor ekan. X moddaning oxirgi modda. Endi simmetriya bormi, demak, u albatta nima bo'lishi mumkin? Simmetriya o'qiga ega. Agar simmetriya bo'lishi kerak bo'ladigan bo'lsa, unda shubhasiz nima bo'lishi kerak bo'ladi? Dastlabki A modda para izomeri bo'lishi kerak bo'ladi. Chunki aminogruppani o'zi ham oxir-oqibat, nitrogruppani o'zi ham oxir-oqibat aminogruppaga aylanib ketyapti. Shu bromlar almashib ketsa, simmetriya bo'ladi. Shu uchun A moddani men qabul qilaman. Ikkinchi savol uchun mana shunday deb. Bu A modda. Undan keyin agar brom qo'shilsa, bu modda dibrom hosiliga aylanib ketadi. Mana shunday. Bu B modda ekan. Va B moddadan olinyapti. Bunga demak o'sha natriy nitrit qo'shilib sulfatli muhitda diazoniy tuz chiqadi. N2HSO4 plus minus. Bu C modda. Ana endi C moddaga agar mis paramid qo'shilsa, shu diazoniy qismi ham bromga almashinadi. NO2. Xo'p, keyin bu D chiqdi. Endi mana shu D ga qo'shilyapti nima? D ajratib olindi. 3dan 1 qismiga natriy ditionat qo'shilsa va H xlor qo'shilsa E tushar ekan. Bu NH2 gacha qaytariladi. Faqat bu NH3 xlor bo'ladi. Minus plus. Bu E shtrix modda. Keyin E shtrix moddadan olinadi E moddaning o'zi. Bunda masalan ammiak bilan ishlanishi mumkin. Chunki ammiak anilin hosilasiga qaraganda ancha kuchli asos.
yoki ishg'oriy ixtiyoriy ishg'oriy eritma bilan bu Y ni o'zi chiqadi. Keyin Y ga qo'shilyapti natriy NO2 endi sulfatsiyada bilan uni yozib o'tirmayman va mis2 oksid. Endi bu yerda NH guruhi yo'qolib ketadi-yu. Bundan mana shu oxirgi X modda chiqadi. 1 2 3 tribrom benzol. Bu moddada endi haqiqatdan ham simmetriya o'qi bor. Mana shunday molekulalarni ikki qismga bo'lsam, ikkala tomoni ham bir-biriga bir xil bo'lib qoladi. Xo'p, istagancha aylantirsam ham baribir o'ziga kelib qoladi. Ikkinchi savolga javob topdik. Uchinchi savol. Y shtrixdan Y moddani olish usulini toping deyapti. Biz allaqachon aytib bo'ldik. Y moddani qanaqadir ishg'oriy muhitga ega bo'lgan modda bilan ishlasak, o'shanda chiqadi. Masalan, ammiak deb yozdik. Yoki ko'p ishlatiladi, masalan, etil 3N natriy OH eritmasi, farqi yo'q. 4-savol. Agar oxirgi bosqichning unumi 93% tashkil qilsa, olingan X moddaning massasini va X moddaning umumiy olinish unumini hisoblang deyapti. Xo'p, 4-savol. Endi bizda demoda chiqqandi. Demoda 85,88 va shuni 3 dan 1 qismi Y shtrix uchun olinyapti. Ya'ni 3 ga bo'lsam, mana bu 3 dan 1 qismi menda 28,6267 ga mos kelar ekan. Mana shuncha gram narsadan, demak, Y shtrix olinyapti. Va oxirgi bosqichda uning 93% ekan. Bo'lsa, X ning massasini toping deyapti. Buni hech qanaqa o'zi daxli yo'q ekan, chunki bizda Y moddani o'zini massasi aytib qo'yilgan 17,8 gram. Va shundan X modda olinyapti. Y modda kim bizda? Y modda mana shu. 3 ta brom, bitta amino gruppasi borligi. 17,8 gram moddani faqatgina 93% o'tar ekan. Buni bo'laman, uni demak molar massasi. Ya'ni buni molar massasi endi 6 ta uglerod, 3 ta brom, endi 80 deb yozaveraman mayli. 80 ko'paytirish 3, 2 ta vodorodlar plus bitta amino gruppa. Bu ko'paytirish bu 803 emas. Xo'p, bundan moli chiqadi, lekin yaxshisi men shuni ko'paytiraman, birdaniga ikkita ish qilib yotmasdan. Oxirgi X moddani molar massasiga, ya'ni 72 plus 240 plus 3. Bu menda chiqadi. Demak, 15,61 gram X olingan ekan. Xo'p, o'zi bizda dastlab 44,2 gram modda olingandi. Va endi xo'p, 72 plus 4 plus 46 plus 16, ya'ni adashmasam 108 edi. Xo'p, mana shuncha gram moddadan o'zi olinishi kerak. Qancha gram modda? Mana shuncha gram modda. Ya'ni 72 plus 240 plus 3 gram. Lekin bizda 44,2 gramdan olinyapti 15,61 gram. Agar shuni qanaqadir unumga bo'lsam, unda mana shu proporsiyaga mos tushadi. Va bu unum umumiy unum deyman, mayli.
foizda, endi bu ulushda kelib chiqadi. Foizda kelib chiqadiki, bu 46,48% ekanligi. Faqatgina bitta narsa qilish esdan chiqibdi. Mana buni shu ko'paytirish kerak. Chunki 3dan 1 qismi deyilganda, shunda 46,48 chiqadi. Bo'lmasa 15 chiqadi. Xullas, mana shu umumiy unum topdik va shu bilan birga bu masalaga to'liq javob ham berdik. Endi keyingi masalaga o'tamiz. 4-masala. Vodorodning muhim manbalaridan biri gidritlar bo'lib, ular organik kimyoda qaytarilish reaksiyalarida qo'llaniladi. Quyida turli xil gidritlar haqida ma'lumot va ularning o'zaro reaksiyalari keltirilgan. Ya'ni bizda moddalar bor, A dan boshlab J gacha. Bular tarkibidagi vodorodning massa bo'lishlari ham bor. Xo'p, endi baribir ham moddalarni toping deyapti. F modda dimer ekan va uni A, B, D moddalarga noma'lum ftaridni ta'sir ettirib olish mumkin. D va E moddalari noma'lum xloridlar ta'sirida olinishi mumkin. 2 mol I modda qizdirilganda 1 mol F va 1 mol J hosil bo'ladi ekan. Xo'p, biz bu yerdan eng tub bo'lgan, ya'ni gidritlar har xil bo'lishi mumkin. Bu bitta elementning o'zini toza gidriti bo'lishi mumkin yoki qo'sh gidriti bo'lishi mumkin. Ikkita elementni birgalikdagi nimasi. Xo'p, biz mana shudan faqatgina bitta elementni o'zini gidriti bo'lgan narsani topib olishimiz kerak bo'ladi. Shunda ish osonlashadi. Xo'p. Mana A moddaga F modda qo'shilyapti. Demak, katta ehtimollik bilan mana shu A ni o'zi bitta narsani o'zini gidriti, elementni o'zini gidriti. Ya'ni xo'p, element H degan formulaga tushadi. 4-17% bo'lsa, massa ulushi. Mana shu 1 ni bo'laman 0.0417 ga ayirsam 1 ni, o'sha metallni massa ulushi kelib chiqadi. Ekvivalent kelib chiqadi. Bu manda 22.98 va 23 kelib chiqdi. Demak, A modda bu natriy gidrit ekan. Xo'p, natriy gidritdan olinyapti D. Natriy gidritning o'zidan F modda olinyapti. F. Va e'tibor beradigan bo'lsak, mana bu F ni o'zi ham qo'shilyapti A ga. Demak, shunaqa kelib chiqadiki, F bu ham individual gidrit va F bilan A ikkita gidrit aralashmasi bunda qo'sh gidrit chiqyapti. F ni o'zini ham bitta elementni o'zini gidrit deb qarab, undan topib olsam bo'ladi. 21.72% ekan. Yana xuddi shunday qilaman. 1 ni bo'laman 0.22 ga ayiraman yana 1 ni. Bu demak 3.6 chiqadi. Ekvivalent 3.6 bo'lgan narsa bu bor, 3 valentli bor. Demak, bor qash 3 ekan F modda. O'z-o'zidan kelib chiqadiki, A va F ni birlashmasi, ya'ni B, bu natriy bor qash 4. Xo'p, F ni topdik, A ni topdik va B ni ham topdik. Va A dan D olinyapti. Uni tarkibida 7.41% narsa bor ekan. Va shu bilan birga bir narsani unutmaslik kerak. F modda dimer degan. Men shu uchun F ni o'chirib, bor qash o'rniga bor 2 qash 6 qilaman. Baribir natriy bor qash 4 chiqadi lekin. Xo'p, tekshirib ko'rish uchun o'sha massa ulushini qilib ko'rsak bo'ladi. Ya'ni 4 ni bo'laman 23 plus 10.8 plus 4 ga. Bu 10.58% kelib chiqadi. Va haqiqatan ham mana shunaqa. Endi D moddani ham agar individual narsa deb tasavvur qiladigan bo'lsam, xo'p, mana bu yerda aytyapti. F modda dimer va uni
D moddaga ftarid qo'shib olish mumkin deyapti. Demak, D katta ehtimollik bilan xuddi shunaqa oddiy gidrid 7,41% ekan unda. 1 bo'laman 0,0741 ga ayiraman 1 ni. 12,5 chiqdi. 12,5. Xo'p, bunaqa narsa endi bo'lishi qiyin masala. 12,5 bu 12,5 narsa yo'q. Shuning uchun 2 ga ko'paytiraman. Bu menda 25 chiqadi. 2 ga ko'paytirishdan hech qanaqa ma'no yo'q. Chunki bu qo'sh gidrid bo'lishi mumkin. Haqiqatan ham qo'sh gidrid. Xo'p. Endi agar natriy narsadan olinayotgan bo'lsa, uni men natriy qanaqadir element H4 deb tasavvur qilsam, mana endi men 4 ni bo'laman 0,0741 ga ayiraman 4 ni, ayirsam 23 ni. Unda menda 27 kelib chiqadi. Yani bunaqa narsa bor endi. Natriy alyuminiy H4. Bu D modda. Va demak D moddani ham topdik. Va D moddadan Y modda olinyapti. D moddadan Y modda olinyapti. Xo'p, bunda demak mana e'tibor bersak, vodorodning massa ulushi ko'payyapti. D va Y moddalari noma'lum xloridlar ta'sirida olinishi mumkin deyapti. Demak, D bilan Y bir-biriga o'xshash. Endi natriy jihatdan o'xshash bo'la olmaydi ular. Alyuminiy jihatdan o'xshash bo'lishi mumkin. Shuning uchun yana shu 4 ni bo'laman 0,1054 ga ayiraman 4 ni, ayiraman 27 ni endi bu safar. 0,0 emas bu, 0,1 bo'lishi kerak. Shu uchun katta son chiqib ketdi. Bu menda 6,95 chiqadi. Demak, litiy ekan. Litiy alyuminiy H4. Bu Y modda. Y'ni ham topdik. Endi F modda. F modda bu kim edi? Bor 2H6 edi. Bor gidrid. Bor gidridga agar ammiak qo'shilsa, bu shunchaki birikadi xolos. Bor H3. Xo'p, tekshirib ko'rish uchun 6 ni bo'laman 10,8 qo'shish 3 qo'shish 17 ga. o'n 19,48% chiqdi. Haqiqatan ham mana shunaqa. Demak, G modda mana shu ekan. G modda ham topildi. Endi F moddaga qanaqadir H modda amayli. Undan oldin C moddani topish osonroq. Natriy sianat qo'shilsa, bunda ham shunchaki birikadi bir-biriga xolos. Bor H3 sianit. Yana tekshirib ko'rish uchun 3 ni bo'laman. Xo'p. 13,8 plus 23 plus sianit. Ya'ni 26. Ko'paytirish 100 ham albatta. Bu 4,77% chiqadi. C moddada haqiqatan ham mana shunday. Demak, C modda ham topildi. Bu C modda ekan. I qolyapti. Qanaqadir H modda qo'shilyapti. Endi H modda ham oddiy gidrid deb tasavvur qilamiz. 10% ekan. Endi 10% bo'lsa, uni kimligi aniq o'zi. 1 ni 0,1 ga bo'lib ayirsam 1 dan 9 chiqadi. Ya'ni alyuminiy gidrid ekan bu.
H modda alyuminiy H3 mana va F bilan H, ya'ni bor 2 H6 va alyuminiy H3 qo'shilsa, bundan demak oxir oqibat I modda chiqyapti. I modda tarkibida 1608 ekan vodorodni massa olushi va bu F va H ni birikishdan hosil bo'lyapti. Endi ximiyani bilgan o'quvchi alyuminiy H3 bilan bor H3 ni qanaqa birikishini biladi, lekin xo'p, buni keltirib chiqarish ham mumkin albatta. Men shu alyuminiy H3 ni bittasiga bor H3 ni n-tasi kelib birikadi desam, jami vodorodlarning miqdori menda bo'ladi 3n plus 3. Va buni bo'lsam umumiy massaga, ya'ni xo'p 30 plus 13,8n ga menda 0,118 ga teng bo'lishi kerak. Kasrni surat mahrajini 3 ga qisqartirsak, bu n plus 1 taqsim n plus 4,6n kelib chiqadi, teng 0,18 ga. Shunda n plus 1 teng 1,8 plus 0. necha 7728n ga, ya'ni 0,2272n teng 0,18 ga va n teng 3 ga ekan. Xo'p, haqiqatan ham mana shunaqa 3 ta bor H3 bilan alyuminiy kirishsa, bundan alyuminiy bor H4 dan 3 ta hosil bo'ladi. Bu I modda. I moddani topdik. Endi yagona qolgan narsa J bo'ldi. F ni ham topganmiz. 1 moldan hosil bo'ladi, yo 2 mol I qizdirilganda 1 moldan hosil bo'ladi deyilgan. Men shu uchun ikkita alyuminiy bor H4 3 dan ayiraman, bitta bor 2 H6 ni. Alyuminiy 2 bor 4 H, demak 18 qoladi. Bu strukturani shunday qolgani yaxshi va oxirgi J modda. Shunday qilib mana barcha moddalarni topdik. Va bu birinchi savolga javob bo'ladi. Ikkinchisi, sxemada ko'rsatilgan barcha reaksiyalarni yozing deyapti. Ikkinchi savolga javob. Endi yozamiz. yoki buni bog' qilib yozsa ham bo'ladi.
Mana barcha reaksiyalar yozildi. Keyin 3-savolda B dan D gacha F, E, J moddalarini gidrolizini yozing deyapti. Gidroliz bo'lsa barcha moddalarni gidroksidlari chiqadi. Faqat natriy bor H4 misolida natriy tetraborat lituzi chiqadi. Xo'p, bularni ham yozamiz. Mana barcha gidrolizlarni ham yozdik. Endi 4-savolda G-moddan termik parchalanishini reaksiyasini yozing deyapti. Endi G-modda bizda borni ammiakli birikmasi. Agar bu termik parchalansa, bor H3 o'zidagi barcha vodorlarni chiqarib yuboradi-yu, bundan bor nitrit chiqadi. Temperatura ta'sirida. Mana shunday qilib barcha reaksiyalarni yozdik. Shu bilan bu savolga barcha javoblarni topdik. Endi keyingi masalaga o'tsak bo'ladi. 5-masala. Oksidlanish qaytarilish reaksiyalari bir modda tarkibidagi elektronning boshqa moddaga o'tishi bilan bo'ladigan reaksiyalardir. Bunda elektron bergan modda qaytaruvchi va elektron qabul qilgan modda oksidlovchi hisoblanadi. Reaksiyaning asosiy sharti shuki, bunda oksidlovchining olgan elektronlar soni qaytaruvchining bergan elektron soniga teng bo'lishi kerak.
Quyida oksidlanish qaytarish reaksiyasi berilgan. Reaksiyani yarim reaksiya usulida tenglashtiring. Boshqa usulda tenglashtirilgan javob hisobga olinmaydi deyilgan. Kaliy permanganatni sulfat ishtirokida kaliy nitrit bilan oksidlanish, ya'ni qaytarilishi. Xo'p. Avvalambor qaytarilish reaksiyasini yozsak. Permanganat anioni kislotali muhitda margin 2+ va suvga o'tadi. Kislotlarni tenglashtiraman va vodorodlarni tenglashtiraman. Zaryadlar tenglashish uchun bu yoqqa 5 elektron qo'shishim kerak. Endi oksidlanish reaksiyalari qanaqa? Bunda nitrit anioni oksidlanyapti nitratgacha minus. Bu tomonda kislorod yetishmaydi, suv qo'shaman. Bu tomonda shu H+ chiqadi. Zaryad tenglashtirish uchun bu tomonga 2 elektronni ayirib qo'yishim kerak va elektron sonini teng bo'lish uchun bundan 5 ta, bundan 2 ta ko'paytirib qo'shaman. Shunda elektronlar qisqarib ketadi. 2 ta permanganat bilan 16 ta H+ birinchi reaksiyadan, ikkinchi reaksiyadan 5 ta nitrit va 5 ta H2O. Hosil bo'lyapti 2 ta margin 2+, 8 ta H2O, 5 ta NO3- va 10 ta H+. H+ bilan H+ qisqaradi, suv bilan suv qisqaradi. Shunda 2 ta permanganat kirishadigan bo'ladi. 6 ta H+ va 5 ta NO2- bilan. Bundan chiqadi 2 ta margin 2+, 3 ta H2O va 5 ta NO3-. Ya'ni reaksiyani molekulyar ko'rinishida kaliy permanganat oldiga 2, bu yerga 5, xo'p 2, 5, 1, yana 1 yozilmaydi baribir. Bir 3 qo'yaman. 6 ta H+, 3 ta sulfat va suvni oldiga 3 qo'yaman. Mana tenglashdi. Ikkinchi savol. Oksidlanish qaytarilish reaksiyalarining borish darajasi ularning elektr yurituvchi kuchlari bilan o'lchanadi. Yuqoridagi reaksiyada oksidlovchining standart qaytarilish potensiali 151 volt. Qaytaruvchining oksidlanish potensiali esa -0.94 voltga teng. Xo'p, reaksiyani standart elektr yurituvchi kuchini hisoblang deyapti. Oksidlovchining qaytarilish potensiali berilgan va qaytaruvchining oksidlanish potensiali berilgan. O'zi reaksiyada ham mana shunaqa jarayonlar bo'ladi. Oksidlovchi qaytariladi, qaytaruvchi oksidlanadi. Bu degani mana shu ikkita elektron voltlarni bir-biriga shunchaki qo'shib qo'ysam, ishoralari bilan birgalikda shu reaksiyani umumiy elektr yurituvchi kuchi kelib chiqadi. Bu menda 0.57 volt ekan. Mana javob kelib chiqdi. Endi ushbu qiymatlar standart sharoit 218 Kelvin, 1 bar va 1 mol taqsim litr uchun bo'lib, nostandart sharoitdagi potensial Nernst tenglamasi bilan hisoblanadi. Bu yerda R universal gaz doimiysi, T absolyut temperatura, Z reaksiyada qatnashgan elektronlar soni, F Faraday doimiysi, ya'ni 96,000 demak necha 485. Q mahsulotlar konsentratsiyalari ko'paytmasining reagentlar konsentratsiyalari ko'paytmasiga nisbati. Qisqa ionli tenglamaning muvozanat konsentratsiyasi kabi. Xo'p, 3 gram kaliy permanganat 15 gram suvda eritildi va unga 10 ml sulfat eritmasidan quyildi. So'ngra 3 gram kaliy nitrit solindi. Kaliy nitritning 30% reaksiya kirishgandan keyin elektr yurituvchi kuchining qiymati mana shunga teng bo'ldi.
temperatura 298 kelvinda ushlab turilgan deb hisoblab, G ning qiymati mana shunga teng bo'lgan vaqtdagi pH qiymatini toping deyapti. Xo'p. Endi umumiy 25 ml eritma paydo bo'lgan. 3-savol. 25 ml eritma paydo bo'lgan bo'lsa, buni masalan shartini oxirida hisob-kitob qilsa ham bo'laveradi. Hozircha mol bilan ishlasak, kaliy permanganatning moli 3 gram ekan, massasi 3 gram ekan. Bu degani moli 158 ga bo'lsam, bu 0.019 mol bo'ladi. Kaliy nitritni ham xuddi shuncha massasi bor bizda. Unda uni moli 0.0353 mol bo'ladi. Xo'p, va kaliy nitritni 30% reaks qilishgan. Delta N kaliy NO2 desam, mana shuni 30% bizda 0.01059 mol bo'ladi. Xo'p, undan keyingi kaliy nitritni moli esa qolgan mol, ya'ni mana shu sondan bu sonni ayirsam, manda kelib chiqadi 0.02471 mol. Endi qolgan barcha moddalarnikini topib chiqaman. Masalan, permanganatning moli 0.019 mol edi va bundan ketadi 0.01059 ko'paytirish 2 taqsim 5. Chunki stoixiyometriyasi mana shunaqa. Xo'p, bundan kelib chiqadi menda 0.01476 U4 mol. Xo'p, nitratlarning moli mana shu nitritni reaks qilishgan miqdoriga teng, 0.01059 mol. Yana kim bor bizda? Margin 2+. Bu 0.01059 ni ko'paytiraman 2 ga, bo'laman 5 ga. Ya'ni 0.24236 mol kelib chiqadi. Xo'p, nitratlar bo'ldi. Barcha ionlar bo'ldi. Ana endi o'sha NNS tengmasiga qo'yadigan bo'lsak, bizda ana u Y ning qiymati 0.56317 edi. Teng 0.57 minus 8.314 ko'payilgan temperatura bo'lingan Faraday soni ko'paytirish 10. Chunki bitta reaksiyada 10 ta elektron qatnashyapti. Ln Q qilaman. Mana shundan Q ni topadigan bo'lsam, bu 14.592 chiqadi. Va bu Q bizda nimaga teng? Avvalambor Q ni o'zi bizda o'sha mozani konsentratsiyasini ifodasidagi bir xil. Margin 2+ ni kvadrati nitratlarni 5-darajasi taqsim H+lar 6-si ko'paytirish permanganatni kvadrati va NO2 minusni 5-darajasi. Xo'p, men endi buni ham xuddi mana shu ifodaga qo'yadigan bo'lsam, margin 2+lar bizda nima qancha edi? 0.00436 taqsim hajm 0.025 ni kvadrati ko'paytirish nitratlar, ya'ni 0.01059 xo'p taqsim 0.025 ni 5-si. Va buni ham bo'lingan H+lar. Endi H+ ni shunchaki o'zi menga qiziq. Miqdoriga bo'lish shart emas ularni. Va permanganatlar. Permanganat bizda qancha? 0.0146 orada 7 ham bor. 4 taqsim 0.025 ni
kvadrati ko'paytirish nitritlar 0,0247 mol ekan. 0,0247 ni bo'laman 0,025 ga. Shuni 5-darajasi. Mana tenglama kelib chiqdi. Oddiygina tenglama. Bunda e'tibor bersak, mana hajmlar qisqarib ketadi hammasi. Qisqarib ketadi-yu, darajalar qoladi, lekin darajalarga ham tegib ketdi. Chunki daraja suratga ham tegishli. Shu ko'paytirib bo'lib ildiz chiqaradigan bo'lsak, H pluslarning konsentratsiyasi kelib chiqadi bizda. Qancha? 0,20825 molarli. Bu degan pH, mana shuni logaritmlasak 0,60814 ga teng ekan. 3-savolga javobni ham topdik. Endi keyingisi. Sulfatsiyada uchun kislotalik konstantalari quyidagicha. Birinchisiniki cheksiz, ikkinchisiniki o'nga teng. Sulfatsiyadan A eritmada konsentratsiyasi qanday bo'lgan deyapti. Xo'p. A eritmadagi, dastlabki eritmadagi. Biz bundan oldin mana shu 25 ml eritmada o'z sulfatsiyada qancha bo'lgan dastlab reaksiya kirishmasdan oldin mana shuni bilishimiz kerak. Endi pH 0,20825 bo'lib turibdi. Va aynan mana shu momentda bu 4-savol bo'yicha sulfat kislotani umumiy konsentratsiyasini X molar deb olaman. X molar deb olaman. Unda birinchi bosqichdan X molarli H+ chiqadi va X molarli chiqadi bizda HSO4-. Bu nima degani? Bu degani bizda jami H+lar 0,2082 da. Demak, ikkinchi bosqichdan chiqqani 0,2085 minus X molarli H+. Ikkinchi bosqichdan chiqqani. Va ikkinchi bosqichdan xuddi mana shuncha SO4 2- ham chiqadi. Bu bizda SO4 -2 yozdim. Men 2- ni konsentratsiyasi teng. Bu degani HSO4 ni qolgan miqdori qancha bo'ladi? Qolgan miqdori X minus 0,2085 minus X. Ya'ni qavs ochilsa 2X minus 0,2085. Mana endi bularni hammasini Ka2 ga birlashtirib qo'ya olaman. H+lar demak aniq bizda o'sha 0,2085. Ko'paytiraman sulfatlar. Ya'ni bu 2085 minus X taqsim HSO4 minus 2X minus 2825. Bu bizda 10 ga teng bo'lishi kerak. Bu tenglamadan X kelib chiqadi 0,1052 molarli H2SO4. Endi sulfatsiyani reaksiyadan oldingi konsentratsiyasi qanday bo'ladi? Konsentratsiyasi emas, birdaniga molni topa qolamiz. Bu uchun 0,025, ya'ni hajm ko'paytiraman 0,1052 ga. Bu demak reaksiya kirishgan moli bo'ladi. Va qo'shaman 0,1059 ko'paygan 3 taqsim 5. Ya'ni mana bu reaksiya kirishmagan miqdori bo'ladi. Bu esa reaksiya kirishgan miqdori bo'ladi. Shunda jam moli kelib chiqadi. Xo'p, shu qancha ekan? Bu bizda 8,984 -3 mol kelib chiqdi. Endi o'zini hajmi 0,01 edi. Demak, men sen topadigan bo'lsam 8,984 -3 ni bo'laman 0,01 ga.
Bu manda kelib chiqadi 0.8984 malyarli. Mana demak mana shunaqa malyarli bo'lgan ekan fosfatin konsentratsiyasi. Va shunday qilib biz barcha punktlarga javob topdik. Shu bilan yozma ishni barcha savollarni ko'rib chiqqan bo'ldik. O'ylaymanki, bu masala yechimlar sizlarga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Olimpiadalarda sizlarga omad tilab qolamiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Salomat bo'ling.